Assalomu alaykum, topdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz marhum tarixchimiz Turg'un Almas apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Uyg'ur Urug'un xalqining mag'lub bo'lgan va nima sababdan mag'lub bo'lgan jarayonlarni o'qib o'tgan edik. Endi oldin qismning eng oxirini eslatish uchun qaytadan o'qib chiqmoqchiman. Pan Tekin boshchiligidagi g'arbga ko'chgan Uyg'urlar o'zaro urushib, bir-birini qirmidi. Ular amal qilib hayot qilishni, darmon yig'ib kuch to'plashni, andin qag'alliqini asliga keltirishni niyat qilgan edi. Shunga ular bir qismi Beshbaliq, Qora shahar, Kuchar atroflariga kelib, shu yerdagi qarindoshlari bilan qo'shildi. Yana bir qismi bo'lsa Kangsuga ko'chib berib, Kangsu Uyg'ur xalqini, yana bir qismlari bo'lsa Uyg'ur Ediqut xalqi qatorliq davlatlarni qurdi. Uyg'urlarning nihoyatda jangovar qabilasi hisoblangan yog'milar bo'lsa, g'arbga siljib Uyg'ur qaraxonalar davlatini qurishda boshlamchilik qildi. 8-bob Uyg'ur urug'un qag'alliqi davridagi iqtisod va madaniyat. İctimai tüzüm ve devlet teşkili. Uyghur urug'un qag'alliqining hukm surgan vaqtini ba'zi tarixchilar 100 yil, ya'ni 744-yildan 845-yilgacha deb hisoblasa, ba'zi tarixchilar 200 yil, ya'ni 646-yildan 845-yilgacha deb hisoblaydi. Uyg'ur qag'ani Bayanchurning xotirasiga qo'yilgan mangu toshda qolgan xalq 10 Uyg'ur va 9 o'g'izlarni 100 yildan oshiqroq bizlar idora qildik deb yozilgan. Bayanchurning xotirasiga qo'yilgan mangu tosh milodining 757-yillari qo'yilganligini nazarga olganda, Uyg'ur qag'alliqi milodining 646-yili qurilgan bo'ladi. Jungoning qadimgi tarixiy yilnomalarida Uyg'urlar haqida Kona Tang yilnomasi, Uyg'urlar haqida Qissa degan kitoblarda yozilgan xotirlarga asoslanganda, Uyg'ur qag'alliqi milodining 446-yili qurilgan, shu chaqda Tumit ulug' iltabir qag'on bo'lgan. Agar bu tarixiy faktlarga hurmat qilinsa, Uyg'ur urug'un qag'alliqining hukm surgan vaqti 200 yil bo'ladi. Sharqiy Uyg'urlarning urug'doshlik tuzumida qulluq tuzumiga o'tmaganligi haqida ma'lumot yo'q. Uyg'urlar boshqa turkiy xalqlarga o'xshashla xeyli burunlar feodallik taraqqiyot bosqichiga kirgan edi. Ba'zi olimlarning isbotlashicha, Hunlar milodidan burunlar ijtimoiy taraqqiyotning patriarxalligini saqlagan yerim feodallik tuzumida bo'lgan. Turklar bo'lsa, milodining 4-asrda feodallik tuzumning dastlabki bosqichida yashaydi. Uyg'urlar milodining 744-yili Sharqiy Turk qag'alliqining o'rnini bosgandan keyin feodallik jamiyat tuzumi texmi mukammallashishga boshlagan. 7-asrdan boshlab Sharqiy Uyg'urlarda qag'alliqning vujudga kelganligi, qag'alliqning otadan bolaga meros qiladigan bo'lganligi Uyg'urlarning entik taraqqiyotida va siyosiy taraqqiyotida yangi davrning boshlanganligini ko'rsatdi. Entik va siyosiy birlikning zarurligini tunish taraqqiyotidagi muayyan bir bosqichning ifodasi Uyg'ur degan yangi nomni qabul qilishdan iborat bo'ldi. Shubhisizki, burunqi urug'doshlik asosidagi birlashishlar, vaqtliq tuzilgan ittifoqlar Uyg'urlar taraqqiyotining mushu bosqichdagi manfaatiga uyg'un kelmay qolgan edi. Yangi birlashish bir qadam mustahkam bo'lgan intik tashkillanish bo'ldi. Buning natijasida qog'onlik paydo bo'ldi va hammaga o'rtaq Uyg'ur degan nom qabul qilindi. Mana bu ahvolni urug' qabila ittifoqining o'rniga xalq almashdi deb tushunsak to'g'ri bo'ladi. Jamiyat taraqqiyoti nuqtai nazaridan qaraganda, bu urug'doshlik munosabatlarining o'rniga feodallik munosabatlarning dastiganligi edi. 5-asrdan boshlab Sharqiy Tura qabilalarining ittifoqida asosiy rol o'ynashga boshlagan Uyg'ur qabilasining nomi 7-asrning o'rtalaridan boshlab Sharqiy Turalarning o'rtaq nomiga aylandi. Chunki 8-asrning 40-yillaridagi 10 Uyg'ur va 9 o'g'iz deb atalgan entik va siyosiy birlikka kirgan qabilalar entik jihatdan bir-biridan ancha farq qilmaydigan qabila urug'lar edi. Şunlaşqa ular naidi çapsalla Uyg'ur deb atalgan bir bütün gavdini tashkil qila oladi. Uyg'urlar bu davrdagi feodallik bosqichdagi ijtimoiy tuzumiga asosan qara budun,
oddiy avam xalq va baglardan iborat ikki tabaqaga bo'linadi. Avam xalq baglar uchun ochliq va turalg'u joy qatorliq turmush vositalarini tayyorlaydi. Uningdan tashqari harbiy xizmat o'taydi. Urushga boradigan chaqlarda harbiy qurol, qilich, o'qya, nayza, qalqon qatorliq ham jang otlarini tayyorlaydi. Urushda qo'lga tushirilgan o'ljalarning ko'p qismini baglar oladi. Baglar qog'onliqidagi oqsuvoqlar bo'lib, hukmron tabiqa edi. Oqsuvoqlarning oila ishlarini Jungodan keltirilgan qiz dedaklar ishlaydi. Qog'on oliy hukmron edi. Uyg'ur urxun qog'onliqida g'ullar va turklar davridagi harbiy demokratiya tuzumi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo qog'onni qurultay chaqirib tayinlash amaldan qolgan edi. Uyg'ur qog'onlari o'zlari hayot vaqtida o'z o'g'illaridan birarini o'ziga varis qilib tayinlab qo'yadi. Mushundaq bo'lganda, qog'on vafotidan keyin ancha ko'p talash tartish yuz bermaydi. Uyg'ur qog'onliqida davlatni idora qilish daraja o'rnatilgan amaldorlik tuzumi orqali bo'ladi. Uyg'ur qog'onliqida amaldorlik mundaq darajalarga bo'lingan edi. 1. Qog'on, 2. Xotun, 3. il ugasi, ya'ni bosh vazir, 4. 9 tarqon, 3 nafari ichki ishlar tarqoni, 6 nafari tashqi ishlar tarqoni, 5. yong'untar, ya'ni xalq rayoni sinash amaldori, 6. tekin, 7. tutuq, 8. tudun, 9. erkin, 10. yosh sangun, 11. buyruq, ya'ni sud ishlari tarqoni, 12. chur, 13. iltabir, 14. sangun. Qog'ondan qolsa qog'onning xonishi xotun deb ataladi. Nihoyatda cho'ng huquqqa ega edi. Xotunlar davlatning eng muhim ishlarini bartaraf qilishda muhim huquqli hukmron sifatida rol o'ynaydi. Bundaq odat Uyg'urlarda qadimdan tortib an'anaga aylangan, ya'ni onaga hurmat qilish odatidan kelgan bo'lsa kerak. Xotunlar urushga berib qo'mondonlik qilishdan tashqari o'zlarimi urushga qatnashatdi. Milodining 762-yili Uyg'ur qog'oni Bogo o'nglik isyanini bostirish uchun Jungoga kelganda, uning xonishi Bilga xotunmi billa kelgan. Bilga xotun isyanchilar bilan bo'lgan urushlarga qatnashib, alohida qahramonlik ko'rsatgan. Uyg'ur qog'onliqida il ugasi unvonida atilgan Apa Tarqon qog'onga vakolatan davlatning ichki va tashqi jihatdagi nihoyatda muhim ishlarni boshqaradi. Il ugasi zarur tepilganda biror davlat bilan bo'ladigan urushga o'zi boradi. Uning rahbarligidagi 9 tarqon davlatning ichki va tashqi ishlarini boshqaradi. Tashqi ishlar tarqonining 6 nafar bo'lganligidan qaraganda, Uyg'ur qog'onliqining tashqi diplomatiya ishlari nihoyatda keng doirada bo'lsa kerak. Tutuq tudun unvonida atilgan amaldorlar tarqonlardan qolsa nihoyatda muhim ishlarni boshqaradi. Tutuqlar ko'pincha harbiy ishlarni boshqaradi. Tudullar bo'lsa Uyg'ur qog'onliqiga bo'ysungan yot xalqlarni boshqaradi. Masalan, Uyg'ur qog'onliqining sharqdagi, ya'ni Jungoning hozirgi sharqiy shimoldagi o'lkalariga to'g'ri keladi. Qitallar bilan shiballarni Uyg'ur tutullari, nazoratchi valiylar boshqargan edi. Qonun ishlariga mas'ul vazirlar, buyruq, qo'mondonlar, sangun, qog'onning o'g'illari bo'lsa tekin deb ataladi. Tekinlar ko'pincha qog'onliq o'rniga varis bo'ladi. Iqtisod. Uyg'ur qog'onliqining sharqiy qismi, ya'ni hozirgi Mong'oliya va ichki Mong'olda chorvachilik egiligi asosiy o'rinda turgan bo'lsa, qog'onliqning g'arbiy qismi, ya'ni O'rta Osiyoda dehqonchilik egiligi asosiy o'rinda turgan edi. Qog'onliqning sharqiy qismidagi tog'lar, hozirgi Hingan tog'lari, Xongay tog'lari, Cho'g'ay tog'lari, Sharqiy Altay tog'lari va yayloqlar, dalalar, cho'llar chorvachilik egiligi uchun sharoit bilan ta'minlaydi. Uyg'urlar chorvachilikda asosan ot, kala, to'ga va qo'y boqadi. Harbiy yurishlar va qatnash ishlarida nihoyatda ehtiyojli bo'ladigan ot chorvachilik egiligida muhim o'rinni tutadi. Shuning uchun necha million otni yaylatib beqishga imkoniyat beradigan cheksiz ketgan yayloqlarga alohida ahamiyat berilgan edi. Biz boshda Uyg'urlarning tang sulolasiga ot setib, Jungodan yepak mollarni olganligini aytgan edik. Ot yana Uyg'urlarning tashqi savdo ishlaridami muhim tovar hisoblanadi. Chorvachilik egiligi qog'onliqning g'arbiy qismi,
ya'ni hozirgi Tarım vodisida qo'shimcha o'rinda turgan bo'lsa, Tangri tog'larining shimoliy, ya'ni Jung'ariyada asosiy o'rinda turgan edi. Tangri tog'larining janubiy etaklaridagi Tarım vodisida dehqonchilik asosiy o'rinda turadi. Tarım vodisida shal, bug'doy, arpa, teriq, qo'noq, purcha qatorliq ziroatlar va kevaz teriladi. Tarım vodisida bog'vanchilik, ya'ni jumladan üzümchilik dehqonchilikning muhim tarkibiy qismi bo'lgan edi. Shu chaqlarda 20 tüpdən tartib az bo'lganda 10 necha tüpkicha mevalik darxi bor bog'lar ko'p edi. Mana shundaq bog'lardan yangaq, anar, badam, shaptul, anjur, üzüm qatorliq mevalar o'stiriladi. Buningdan tashqari Tarım vodisida yana iqtisodiy ziroatlardan paxta, kandir, zig'ir, kunjut, qishcha qatorliqlarmi teriladi. Yeza egiligi qag'alliqning sharqidimi ma'lum darajada taraqqiy qilgan edi. Sharqiy Uyg'urlarning asosiy mashg'uloti chorvachilikdan iborat bo'lsa-mu, Silinga, Urxun, To'g'la, Qurulun qatorliq daryolarning bo'ylarida dehqonchilik egiligimi maydonga kelgan edi. Sovet arxeologlari Uyg'ur qag'alliqining poytaxti Qarabalg'asog'un va boshqa shaharlarning xarobalarida arxeologiyalik tekshirish ilib borganda xaman tepadigan tosh to'luq va un tortilgan yog'inchoqlarni topgan. Ondan tashqari Qarabalg'asonning atrofidan sug'irish kanallari va eriq o'stanglarining izlari bayqalgan. Su başlab sug'urilgan dehqonchilikning taraqqiyoti muqarrar holda bir qism ko'chman Uyg'urlarni o'ltiraqlashgan hayotga akirgan. Bundaq ahvol yeza kentlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Shaharlarda va yeza kentlarda o'ltiraq turmushga ko'chish urug'doshlik munosabatlarning buzilishini teziltib, uning o'rniga territoriyalik munosabatlarni dastatgan. Sharqiy Uyg'urlarning bir qismi o'ltiraqlashgan turmushga ko'chib, dehqonchilik, qo'l hunarvanchilik, savdo-setiq ishlari bilan shug'ullangan. İchki ehtiyoj va tashqi savdoning hodisidan chiqish uchun qo'l hunarvanchiligimi alohida taraqqiy qilgan. Uyg'ur qag'alliqi bir necha 100 ming kishilik otliq qo'shinni qo'rollantirish uchun to'mirga muhtoj edi. Sovet arxeologlari Qarabalg'ason xarobasidan to'mirchilik do'konlari, mis, tuch parchalari, devirqay qatorliq narsalarni topgan. Tarım vodisi Hullar davridan tortibla ochliq chiqadigan eng muhim rayonlarning biri hisoblangan bo'lsa, Altay teg'i va Tangri tog'lari to'mir va oltin chiqadigan joylar bo'lgan. Uyg'ur qag'alliqi davrida rud qezib, to'mir tavlash, harbiy qurollarni, dehqonchilik saymonlarini va turmushga lozimliq asbob jabduqlarni yasash egilikda alohida muhim o'rinni egallagan. Qag'alliqning g'arbiy qismida gilamchilik, yepak to'qimchiligi, bu asosan Xotanda bo'lgan, zargarchilik, paxta, yung to'qimchiligi, bular Qashqar, Yakan, Xotan, Kucha turpanlarda alohida taraqqiy qilgan. Uyg'ur qag'alliqining iqtisodida savdo bakmu muhim o'rinda turadi. Biz boshda Uyg'urlar bilan Jungo orasidagi ot va yepak mol savdosi to'g'risida to'xtalgan edik. Tövəndə Uyğur qag'alliqining tashqi savdosi to'g'risida yana bir oz to'xtalib o'tamiz. Uyg'urlar bilan Tang sulolasi o'rtasidagi savdoni ko'pincha savdo ishlariga nihoyat usta bo'lgan sug'diliq Uyg'urlar ilib boradi. Ular qag'alliqqa vakolatan Chang'an, Luoyang, Datong, Xeyang, Jingyang, Yangzhou qatorliq muhim shaharlarda savdo saroylari ichib savdo tijorat ishlari bilan shug'ullangan. Odatda Jungoning mashhur shaharlarining hammasida degudek Uyg'ur savdogarlari bor edi. Ularning soni ko'p deganda bir necha ming, oz deganda bir necha 100 kishidan kam bo'lmaydi. Uyg'urlar bilan Jungo orasidagi savdo ishlarida Uyg'ur savdogarlari bilan Xanzu savdogarlari bevosita savdo qiladi. Uningdan tashqari Uyg'ur qag'alliqi bilan Jungo orasida savdo ishlari asosan elchilar orqali ilib beriladi. Ikki davlat orasida o'zaro berib ketib turadigan elchilarning mutlaq ko'pchiligi savdo ishlarini qo'shimcha yurgizadi. Uyg'urlar Jungoga ot setib, uning hisobiga Jungodan olgan kimxob, tavardurdun, shoyi va choy qatorliq narsaning ko'p qismi, ya'ni asosan ipak mollarini Tehron, Dehli, Qohira, Bag'dod, Damashq, Konstantinopol, hozirgi Istanbul qatorliq shaharlarga olib sotadi. Uyg'urlar bu mallarni u shaharlarda o'z bahosidan bir nechasi ortiq bahoda setib, nurg'un foyda oladi.
Uyg'urlar Osiyo va Yevropadagi davlatlarga apargan gilam, kimxob, tovar durdun, shoyi qatorliq mollarni oltinga va turmushga kerakli xilma-xil mollar, ya'ni marvoyit, yoqut, pil tishi, china, aynak, dori-darmon qatorliqlarga tegish etdi. Madaniyat. Uyg'ur urxun qag'allıqı davrida Uyg'urlar nihoyat yuksak madaniyat yaratdi. Jungo tarixidagi Shimoliy sulolalar davrida, ya'ni milodining 386-yilidan 581-yiligacha musiqa mahkamasi to'plab ratlagan xalq qo'shoqlari to'plamiga Sharqiy Uyg'urlarning qo'shoqlaridimi bir nechasi tarjima qilinib kirgizilgan. Sharqiy Uyg'urlar o'z zamonida nihoyat nurg'un qo'shoqlarni yaratgan bo'lsa-mu, yozma xotira qoldirmag'achqa yo'qolib ketgan. Shundoq bo'lishiga qaramay bir necha qo'shoq, ya'ni Shimoliy sulolalarning musiqa mahkamasi she'rlar to'plamiga tarjima yo'li bilan kirib qolg'achqa saqlanib qolgan. Bu she'rlarning biri Qoldim hasrat ichida. Bu temini Abdur o'zi qo'ygan ekan. Qalbim to'ldi qayg'uga, qoldim hasrat ichida. Mangsang agar yurishga, ot qamchisi men bo'lay. Qo'rg'on timi ustida sana yaqin yondishib, billa turay yigitim, biliking bo'lib turay. Uyg'ur xotin qizlarining qadimgi chaqlardan tortibla batur, mardona va jangovar ishkanligini, mudofaa qo'rg'onlarining ustida yigit bilan yondashib turib, dushmanga qarshi jangga qatnashadiganligini bu qo'shoqdan ko'rib olg'ili bo'ladi. Biz kitobning oldingi qismlarida voqeligini o'qib va tushuntirib bo'lgan. Bayquli olamdan o'tgandan keyin Sharqiy Uyg'urlar uningga beg'ishab yozgan bu qo'shoqni yana qaytadan eslab o'taylik. Voy keldi Bayquli deganda ana, to'xtaydi bovoqning yig'isi shu an, deyishar yosh qizlar aytganda naqsha, bo'lsidi yigitim baygi qul simon. Uyg'urlarda qadimgi chaqdan tortib batur er yigitni hurmatlash umumlashgan bir odatga aylangan edi. Bu tasodifiy emas. Qadimgi chaqlardan tortib hozirgacha har qanday bir xalq o'z vatanini dushman hujumidan saqlab qilishda batur er yigitlardan tarkib topgan jangovar qo'shinga tayinib keldi. Uyg'urlar qadimki chaqlarda jangovarlikqa nihoyat ustun bo'lgan otliq qo'shinga ega edi. Ular son jihatdan o'zidan kam deganda 5 hassa, hatto 10 hassa ortiq dushman qo'shinlari ustiga tap tortmasdan besib boratdi va ularni tarmar qilatdi. Milodining 756-yilidan 762-yilgacha davom qilgan o'nglik so'ygun isyonini bostirishda Jungoga bir necha qitim yordamga kelgan Uyg'ur qo'shinlarining sonining 50 mingdan ortiq emasligini eslash yetarlik. Qadimgi chaqlarda Uyg'ur qizlari o'zlariga jo'ra tanlashda asosan yigitning batur yoki batur emasligini o'lcham qilgan. Bu jangovar vatanparvarlik ruhi bilan chambarchas bog'langan odat edi albatta. Shunday qilib bu qitimliq o'qishimiz mushaygacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.